Bismillahirrohmanirrohim. Alloh subhanahu va taologa hamd sanolar aytib, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salovatlar aytib, u zotga ergashgan, qiyomatgacha keladigan barcha mo'min musulmonlarga Allohning rahmatini, mag'firatini tilab, darslarimizni boshlaymiz. Alloh subhanahu va taolo ushbu darslarimizni o'zi davomli qilsin, o'zi foydali qilsin, o'zini kalomini o'rganishligimizni biz uchun oson qilsin. Xo'p, demak bugun birinchi darsimiz harflar bilan tanishishdan boshlaymiz. Dastlabki 3 darsni harflar bilan tanishishlikka reja qilganmiz. Inshaalloh harflar bilan yaxshilab tanishib olganimizdan keyin reja qilgan kitobimiz Nurul Bayon kitobidan inshaalloh darslarni davom ettiramiz. Xo'p. O'zbek tilida bo'lgani kabi arab tilida ham alifbo bor. Mana shu alifbo bilan hozir inshaalloh bir sidra tanishib chiqamiz. Xo'p. Arab alifbosida ishoralarning, ya'ni mana belgilarning o'ziga xos nomi bor. Masalan, bizada mana bu belgi, misol uchun bu belgini biz A desak, uni nomi ham A, alifboda ham shu holatda turadi, misol uchun. Lekin mana ingliz tilida bor bunaqa narsa. Mana masalan buni ingliz tilida nima deydi? W deydi. Lekin bu biror joyda masalan Allohu a'lam, endi men ingliz tilida zo'r bilmayman-ku, biror joyda W deb o'qimaganmiz biz. Maktabda ham, oliygohlarda ham biror joyda buni W deb o'qimagandik. Ya'ni W deb o'qimaganmiz deganda so'zning orasida. Lekin o'zi alohida kelganda buni ismi demak o'sha W. Xuddi shunga o'xshagan arab tilida ham o'zini har bitta harfda ismi bor. Mana shu ismi bilan chaqiriladi uni. Ismi shunaqa. Lekin so'zda xuddi men W ga o'xshab so'zning orasida kelganda boshqacha bir tovush chiqarishi mumkin. Xo'p. Yana bu narsani davomida yaxshilab o'rganib ketasizlar darslar davomida inshaalloh. Xo'p, demak tanishamiz alfabet bilan, alifbo bilan. Birinchi harfimiz bismillah, alif. Ismi alif. Mana shunaqa uzunchoq tayoqcha sifat ismi alif bu. Alif. Maktabda ham yodlaganmiz-ku, A B C D qilib mana bu inglizlarning alifbosini. Xuddi shunday qilib bu arablarning alifbosini ham xuddi shunday qilib chiroyli qilib xolisingiz ohangga solib yodlab olasizlar inshaalloh. Menga yetib berishlar kerak bo'ladi. Xo'p, bismillah. Demak, birinchisi alif, mana shu holatda. Ikkinchisi ba. Alif, ba, ta, fa, jim, ha, kha, dal. Hop. Zal, ra, za yoki zay, sin, shin, sod, dod. Hop. To, zo, ayn, g'ayn, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, waw, hamza, ya. Mana shu arablarning alifbosi. Endi arab tilida shu harflarni yozilishi bor. Xuddi bizda o'zbek tilida yozilishi kabi arab tilida ham harflarni yozilishi bor. Xo'p. Mana masalan, misol uchun mana bu bizda A harfi, to'g'rimi? Kichkina A harfi. Bu alohida holat mana. Ana o'zini shunday ko'rsangiz, shu alohida holati bo'ladi. Endi buni so'z boshida yozmoqchi bo'lsangiz, masalan, boshqa rangda yozing, masalan, A lo masalan, yoki A lo emas, deylik, ana deb yozaylik, qisqaroq so'z. Ana. Mana shu yerda mana ko'rayotgan bo'lsangiz, mana bu A o'zidan keyingi harfga qo'shilyapti, to'g'rimi? Mana shu yerda ulanyapti. Bu ulandi mana. N yoki mana o'zidan oldingi harfga ulanib, mana bunaqa shaklda yozildi. Yoki mana oxirida kelayotgan A mana bu yoqda mana bu harfga ulandi. Ana u deb yozmoqchi bo'lsa, mana u alohida yoziladi. Bunga A bilan u qo'shilmaydi. Bu ikkalasi qo'shilib yoziladi, bu qo'shilmaydi.
xuddi shu kabi arab tilida ham so'zlar bir-biriga qo'shilib yoziladi. Ana shu qo'shilganda shakli o'zgarib qolishi mumkin. Ya'ni shakli o'zgarib qolishi mumkin deganda ko'rinishi siz uchun notanish bir holatga kelishi mumkin. Shu uchun ba'zilar arab harflarini alfavitini o'zini yodlagani bilan so'z o'rtasida kelganda voy bu qaysi harf deb adashtiraveradi. Va ko'rinishi harflarning bir-biriga juda ham o'xshashligi, nuqtalar bilan yoki ba'zi bir boshqa bir ishoratlar bilan bir-biridan farq qilinganligi uchun nima qiladi? Odam chalkashtirib qo'yadi. O'shaning uchun harflarni yaxshilab o'rganib olishimiz kerak va ular qanaqa tuzilgan va qanaqa yozilyapti shuni yaxshilab tushunib olishimiz kerak. Xo'p, arab tilida ba'zi harflarni ko'rinishi to'rt xil bo'ladi. Ya'ni ko'rinishi to'rt xil bo'ladi deganda mana shu boshida kelganda sal boshqacharoq, o'rtada kelganda sal boshqacharoq, oxirida kelganda sal boshqacharoq ko'rinishga ega bo'ladi. Aslida u boshqacharoq ko'rinishligi nima desa, o'sha harf sal shaklini o'zgartirgan bo'ladi. Mana bizda ham yuqorida aytib o'tdik-ku, o'zbek tilida ham bor shunaqa narsa, mana ko'rinishini o'zgartiradi deb, ya'ni ko'rinishini o'zgartirmaydi, shu bog'lanadi deb. Shu bog'lanish vaziyatida, bog'lanish jarayonida o'sha harf ozgina bizning ko'zimizga o'zgarganga o'xshab ko'rinib qoladi. Shu uchun biz uni ko'rinishini yaxshilab eslab qolishimiz, ko'rinishini yaxshilab o'rganib olishimiz kerak. Hopda daftar tutasizlar inshaalloh, daftarga harflarni yozib, ko'rinishlarini yodlaysizlar inshaalloh. Xo'p, birinchi tanishadigan harfimiz bu alif. Mana yuqorida aytib o'tganimiz alif. Mana shu alif harfi. Xo'p, mana shu alif harfi bu demak ko'rinishda mana qarang, ikki xil ko'rinishga ega. Yo bunaqa bo'ladi, yo bunaqa bo'ladi. Lekin bu ham boshda bu alohida ko'rinishi bo'lsa, bu o'zi kelgani gapda boshda kelishi, gapda o'rtasida kelishi, gapda oxirida kelishi. Lekin e'tibor bersangiz, gapda boshdagi bilan alohida kelishi bir xil, o'rtadagi bilan oxirida kelishi bir xil. Nimaga desangiz, xo'p, arab tilidagi ba'zi harflar biz yuqorida aytdik-ku, bog'lanadi harflar bir-biriga deb. Ana shu bog'lanish jarayonida o'zidan keyingi keladigan harfga qo'l uzatmaydi. Mana biz bu yozganimizda masalan ana deb yozdik-da, ana deganda mana bog'lanishlarni aytdik-ku, mana shu bog'lanishlar. Shunday harflar borki, o'zidan keyingi kelgan harfga, arab tilida teskarisi yoziladi-ku, o'zidan buyog'ida keladigan harfga, o'zidan keyingisida o'sha harfga qo'l bermaydi. Tushunyapsizmi? Ya'ni xuddiki mana bunaqasiga yozilgan deb tasavvur qilsak, mana bunga qo'l bermagandek bo'lib qoladi. Mana shunaqa harflar bor. Bular ko'p emas, 6 ta. Mana shu 6 ta harf o'zidan keyingi harfga qo'l bermaydi. Shu uchun bularni boshda kelishi bilan alohida kelishi bir xil bo'lib qoladi. Chunki alohida kelganda tabiiy o'zidan oldin ham keyin ham harf yo'q degani, so'zni boshida kelishi degani, mana so'zni boshida kelgani, undan keyin qanaqadir harf keladi. Endi arab tili bilasiz, o'ngdan chapga qarab yoziladi. Shuning uchun mana alifdan keyin qanaqadir harf kelyapti, so'zni boshida yozilganligi uchun. Ana shu alif o'zidan keyingiga qo'l chiqarmaganligi uchun so'zni boshida kelsa ham xuddiki alohida kelgandek ko'rinishga kelib qoladi. Endi o'rtada kelganda ham xuddiki oxirdagiga o'xshab qoladi. Nimaga desangiz, o'rtada keldi, mana o'zidan oldingiga qo'l beryapti. Mana o'zi alif bunaqa edi. Ana qarang, o'zidan oldingiga qo'l chiqardi. Mana bu qo'lchasi. Tushunyapsizmi? O'zidan oldin qanaqadir so'z bor degani. Nimadir kelib mana alif bo'lib tugaydi. Tushunyapsizmi? Ya'ni tugamaydi, ya'ni bu o'rtada nimasi yana davom etib ketadi, lekin davom etib ketganiga nimaga qo'l chiqarmagan desangiz, bu alif shunaqa. 6 ta harf arab tilida shunaqa, o'zidan keyingiga qo'l bermaydi. O'zidan oldingilar bilan so'rashib, o'zidan keyingilar bilan so'rashmaydi. Shunaqa endi bir xarakteri shunaqaroq harfli ekan, mayli. Xo'p, endi oxirida kelishi tabiiy, tushundik. Oxirida o'zidan keyin shunaqa harf bo'lmaydi. Shuning uchun mana shu holatda keladi. Menimcha bu o'rtada oxirida kelishi degan narsani yaxshilab tushunib oldinglar. Endi nima qilish qoldi? Faqat shuni eslab qolish qoldi. Demak, daftar olamiz, alifni mana shu holatda yozamiz. Bir qator bunisini, bir qator bunisini, bir qator bunisini, bir qator bunisini. Har bitta holatda bir qatordan yozasizlar. Endi qanday yoziladi desanglar, men hozir bismillah sizlarga yozib beraman. Mana masalan, mana sizlarning daftaringlarning chizig'i, mana shu chiziqni ustidan yozasiz mana. Alif. Oddiy. Xuddi tayoqcha chizgandek mana alif ketaveradi, alif. Tushunarli? Alif. Mana keyingi daftaringizning keyingi chizig'i liniyasi yozaylik. Qizilda mana keyingi ko'rinishi alifda yozyapsiz. Keyingi liniyaga yana yozasiz, mana keyingi ko'rinishini yozasiz, mana bunday qilasiz. Tushunarli? Mana shunday qilib yozaverasiz inshaalloh. Demak, chiziqda ustida yoziladi. E'tibor berasizlar chiziqda ustida, chunki ba'zi harflar chiziqda ostiga tushadi. Chiziq ostiga tushishi, chiziq ustida qolishi, shu narsalarga e'tibor bersizlar. Qarang, alif tushmayapti, chiziqda ustida qo'yapti inshaalloh. Xo'p, endi
Ikkinchi tanishadigan harfimiz bu dal harfi. Xo'p. Demak, bu mana o'zimizdagi d harfini nimasiga o'xshab ketadi, lekin biz bilishimiz kerak, har bitta arab tilidagi harf o'zini maxsus maxrajiga, ya'ni o'zini chiqish joyiga ega. U o'zbek tilidagidan bir muncha farq qiladi. Buni unutmasligimiz kerak. Har bir harfni o'zini maxrajidan, o'zini joyidan chiqarishimiz kerak. Xo'p. Hozircha boshlanishiga demak o'zimizdagi d deb eslab qolib ketamiz. Buni d deb emas, dal deb yodlaysizlar. Mana shu qaysi harfsa dal deb. Men keyingi safar sizlardan bu qaysi harf deganda dal deb javob berishlar kerak. D deb emas. Xo'pmi? Demak, biz hozir alifni o'rgandik. Endi mana dalda o'rganyapmiz. Xo'p. Bu ham xuddi shu yuqorida aytib o'tganimizdek, mana bu alohida ko'rinishi. Bu gap boshida o'zidan keyingiga qo'l bermayapti. Sezayotgan bo'lsangiz, va bu o'rtada kelishi mana bu yoqqa qo'l beryapti-da. Mana ko'ryapsizmi? Bu yoqqa qo'l beryapti. Mana o'zi alohida bu yoqda keyingi kelgan harfga qo'l bermayapti. Bu o'rtadagi holat. Va oxirida tabiiy o'zidan oldingi harfga bog'lanib tugayapti. Endi bu qanday yoziladi desangiz, xo'p, bismillah, demak, mana chiziq deb tasavvur qilsak, xo'p, buni ham xuddi shunaqa har bittasini nima qilasiz? Yozib, daftaringizda rasmga olib menga tashlaysiz. Xo'p, sal qiyshiqroq qilib qilib qo'yamiz mana. Endi men hozir planshetga ruchkada yozyapman. Endi sal xunuk chiqadi. Tabiiy nima qilib YouTube'larda harflarni yozilishini bir qator ko'rib chiqinglar. O'zingiz uchun foydali. Nimaga Google'ga dal deb nima bersangiz, qidiruv bersangiz, bir chiroyli rasmlarni chiqarib beradi. Inshaalloh men ham tashlab qo'yishga harakat qilaman shunaqa rasmlardan. Ya'ni yozilishini, anaqa strelkalar bilan qilib qo'ygan bir chiroyli yozuvlarni ko'rasizlar. Husnixat yozuvlarni. Husnixat olib hozirdan yozuvni chiroyli qilib kelsangiz, yana mashalloh bo'ladi. Mana, demak, mana shunaqa qilib yozasiz, mana demak bu yoqda kelgan bitta qo'l chiqarib qo'ygan bo'ldi. Mana. Tushunasizmi? O'zidan oldin qanaqadir so'z bor-da. Tushunasizmi? Ha. Ketdi masalan. Endi biz ikkita harf o'rgandik, shu ikkalasini qo'shamiz. Demak, mana dal harfini o'rgandik. Dal harfidan keyin alif kelsa, alif qo'l beradi o'zidan oldinga. Mana bunday bo'ladi, mana alif. Mana bu, mana dal, mana alif bo'ldi. Tushunarlimi? Mana dal, alif. Xato qildim. Sal chalg'ib ketdim. Qarang. Biz aytdikki, dal o'zidan keyingiga qo'l bermaydi dedik, bunday bo'ladi mana. Dal, alif. Chunki dal o'zidan keyingiga qo'l bermaydi. Alif o'zidan oldinga qo'l beradi, yu desangiz, lekin dal bermaydi-ku. Bu bog'in bog'lanishi uchun, bog'ich bog'lanishi uchun ikkala taraf ham qo'l berishi kerak. Tushunasizmi? Masalan, dal o'zidan keyingiga qo'l beradi, bermaydi, lekin alif o'zidan oldingiga qo'l beradi. Alif bunday qilib qo'l uzatib, dal bunday qilib qo'l berib, mana shunaqa holat bo'lib qolmaydi. Tushunarlimi? Ya'ni bu tomon ham o'zidan keyingiga qo'l bersa, bu yoq ham o'zidan oldingiga qo'l bersa, ana shunda mana bu bog'ich nima qiladi? Bog'lanadi. Shuning uchun bu xato ko'rinishi, mana bu to'g'ri ko'rinishi. Tushunarli? Mana dal o'zidan keyingiga qo'l bermaydi, bu alif. Endi qo'l olmagandan keyin alif ham endi qo'l chiqarmayapti. Sen qo'l cho'zmasang, men qo'l cho'zaman dotdi, chiqarmayapti mana. Dal alif yoki mana alif dal mana. Dal o'zidan oldingiga qo'l beradi dedik, lekin alifdan keyin kelganligi uchun, alif o'zidan keyingiga qo'l bermaganligi uchun dal ham qo'lni uzatmaydi. Bermasang berma deyapti mana. Xo'p, davom etamiz. Demak, dal bilan tanishib oldik. Yozilishi mana bunaqa. Rasmlarni inshaalloh mana shu 6 ta harfni men husnixatini inshaalloh tashlab qo'yaman. Xo'p, keyingi harfimiz xuddi dalga o'xshaydi, faqat nuqtachasi bor. Ismi zal. Chuchuk z. Ya'ni tilingizni ikkita tishingizni orasiga kirgizasizda z deb talaffuz qilasiz. Zal. Xo'p, mana buni ko'rinishi dal bilan bir xil, bu ham xuddi yuqorida aytganimizdek, mana chiziq bo'lsa, shu chiziqda ustida yoziladi mana. Z. Mana. Xuddi dalga o'xshaydi. Mana dal edi, shunga bitta nuqta qo'yib qo'ysangiz, zal bo'ladi. Tushunarli? Xo'p. Demak, 3 ta harf o'rgandik siz bilan. Endi keyingi 3 ta harfni o'rganamiz. Xo'p, ular dalni o'rgandik, alifni o'rgandik. Endi siz bilan roni o'rganamiz. Ro. Bu ham mana xuddi shunaqa o'zidan keyingi bugun 6 ta o'zidan keyingiga qo'l bermaydigan harflarni o'rganyapmiz. Xo'p, buni 4-inchisi ro harfi mana. Alohida ko'rinishi so'z boshida o'zidan keyinga qo'l bermagan, mana so'z
o'rtasida mana bu yoqqa bergan, bu yoqqa bermagan va oxirida mana ro. Bu qanday yoziladi desa, mana nimasidan ham o'zi qo'lidan ham o'zi bilinib turibdi. Bu yozilganda mana shu chiziqdan chicha pastga tushib yoziladi, bunday yoziladi mana. Tushunarli mana ro. Dal bilan chalkashtirmaysiz, chunki dal tepada edi, bu ro pastga tushyapti mana. Tushunyapsizmi? Mana ro. Tushunarli bo'lyapti? Mana ro. Xunuk bo'lib ketdi. Xo'p. Demak, buni ham ko'rinishi xuddi shu mana. O'zidan keyingiga mana ro bo'lsa, de qo'l berganda, o'zidan oldingiga to'g'riroq mana ro. Tushunasizmi? Mana ro. O'zidan oldingiga deb qo'l bergan mana. O'zidan keyingiga bermaydi. Xo'p, ro. Keyingi harfimiz xuddi shu roga o'xshab ketadi. Za deyiladi yoki zay deyiladi. Bu shu roni tepasida nuqtasi bor. Bu ham xuddi o'sha boyagi roga o'xshab yoziladi. Mana nuqtachasi bor faqat. Daftarga yozinglar, xo'pmi? Mana shu ko'rinishda keyingi harfimiz ismi nima ekan? Zay. Mana sizlarga tashlangan Nurul bayonda arab harflari bilan ismlarini yozib qo'ygan. Xo'p. Demak, keyingisi vav harfi. Vav. Bu ham mana demak alohida ko'rinishi so'z boshida, so'z o'rtasida va so'z oxirida. E'tibor berayotgan bo'lsangiz ikki xil. Mana shu vav mana shu siz ko'rib turgan holat borki, mana shu ikki xil holat. Shundan boshqa holatni ko'rmaysiz vavni. Yo bu holatni ko'rasiz, o'zidan oldinga bog'lanib kelgan holatni ko'rasiz, yo mana shu holatda alohida turgan holatni ko'rasiz. Boshqa holatni ko'rmaysiz vavni. Tushunarli, shuning uchun yaxshilab ko'rinishini eslab qolsangiz, inshaalloh muammo bo'lmaydi. Bu qanday yoziladi desa, demak mana chizig'imiz bor. Chiziqdan bu ham pastga tushadi mana vav. Mana bu demak o'zidan oldinga bog'langan ko'rinishi, mana alohida ko'rinishi. Hop mana. Mana. Xo'p, mana sizlar bilan inshaalloh 6 ta harfni o'rgandik. Bular qaysilar desa, demak mana alif, dal, zal, ro, za, vav harflarini o'rgandik. Inshaalloh mana alfabetda 28 ta harfimiz bo'lsa, shulardan 6 tasini o'rgandik. Inshaalloh ertangi darsga mana shularning hammasini chiroyli qilib yozib, nima qilib kelishingiz kerak. Endi o'rgangan harflarimizni Qur'oni Karimdan qidirib, topib, ko'rinishini ko'rib, yozuvda solishtirib ketamiz. Alifni o'rgandingizmi? Shu zahoti Qur'oni Karimni ochasiz va Qur'oni Karimdan o'zingiz yodlagan suralaringizdan yoki boshqa shu nimalardan yoki Qur'onni istalgan joyidan ochib turib, mana shu alifni qidirasiz. Qaraysiz. Qanaqa ekan? Ha, mana bunaqa ekan, bunaqa tayoqcha mana bu alif bo'lsa kerak. Mana bu alifmi degan savol tug'ilsa, rasmga oling, tashlang gruppaga. Men buni alif deb o'ylayapman, shunda alifmi deganni belgilayingda, gruppaga tashlang. Dal qidiring, dalni toping. Masalan, Qur'onda mushafdan topingda dalni ko'ring. Dal deb o'ylaganlaringizni belgilang. Mana shularni dal deb o'yladim, shu dalmi deb turib so'rang. Yoki za, yoki ro, yoki zay va farq yo'q. Mana shular hammasini 6 ta harfni Qur'oni Karimdan qidirib toping. Keyingi dars masalan imtihon qotganda uyga so'rayotganimda mushafni ochaman va mana shu yerda demak bir qatordagi menga vovlarni sanab bering, mana shu qatordagi rolarni sanab bering yoki mana shu qatordagi dallarni sanab bering degan vazifani beraman, shunda sanab bera olishingiz kerak. Xo'p. Demak, nima uchun? Tajriba uchun hozir bir Nas surasini ko'rib chiqamiz. Inshaalloh mashqqa Nas surasini nima qilsam, tashlasam, o'shani ko'rib chiqamiz. Endi mana Nas surasidan qaraydigan bo'lsak, hop. Demak, mana biza bu o'rganganimiz alif. Mana ko'rasizmi tatayoqcha? Hamma ko'rinyaptimi? Mana. Biz o'rgangan alif. Mana. Xo'p, bitta mana yozuvim ozgina xira ko'rinyapti. Xo'p. Mana e'tibor berayotgan bo'lsanglar, mana bu. Xo'p, mana bu ham tayoqcha-ku, bu ham alifmi desangiz yo'q. Qarang, buni o'zidan keyin qanaqadir mana dumchasi chiqqan. Demak, bu alif emas. Xo'p. Kuzatib kelsak, mana yana bitta tayoqcha bor ekan. Ustida qanaqadir belgi, ustidagi belgilarga hozir e'tibor bermaymiz.
Mana tayoqcha mana. Qarang, demak mana bu ham biz o'rgangan bugungi alif. Undan keyin ham qarang, bitta tayoqcha bor, lekin u o'zidan kimdek qilib nima qilgan? Chap tomonga qo'l chiqargan. Biz aytdikki, alif o'zidan keyingiga qo'l bermaydi dedik. Demak, bu alif emas. Tayoqchaligiga adashtirib yormanglar. Va mana oxirida mana bu ham nima ekan? Alif ekan. Mana qarang, o'zidan keyingiga qo'l bermagan, o'zidan oldingiga qo'l bergan. Qarang mana. Shu yerda demak 3 ta alif bor ekan. 1, 2, 3. Mana keyingisida mana bu tayoqcha ham alif emas. Mana bitta alif, mana keyingi oyatda demak bitta alif bor ekan. Mana ikkinchi alifimiz. Ko'ryapsiz mana? Xo'p. Endi xo'p. Undan keyingi oyatga qarasak, mana yana alif. Alif bilan boshlangan. Xo'p. Mana alif emas. Nimaga alif emas? Mana qarang, bitta qo'l bergan. Biz aytdik, alif qo'l bermaydi dedik. Mana yana alif. Boshida turibdi. Undan keyingisi alif emas. Nimaga? Chunki qo'l bergan. Mana yana alif oxirida kelyapti. Mana yana alif o'rtada kelyapti. Mana alif. Ko'rasizmi mana? Mana shunaqa qilib ko'rib chiqasiz. Aliflarni topasiz. Bu Nas surasini men ko'rsatib bera olmayman. Siz Falaq surasida mana shunaqa topib chiqasiz. Aliflarni tanib oling yaxshilab mana. Alif keldi mana bitta alif. Mana yana alif. Hop, mana alif. Mana alif. Mana oxirida alif. Hop, ba'zilarini agar ko'zdan qochirgan bo'lsam, hop, nima qilasizlar? Demak, mana shu biz o'rgangan alif. Undan keyin dal harfini o'rgandik. Qani dal bormikin bu yerda? Hop, hamma 6 ta harfni jamlamagan bo'lish mumkin bu sura. Muhim mana zal mana. Shuni nuqtasiz dal bo'ladi mana. E'tibor beryapsiz mana, qarang. Mana. O'zidan keyingiga qo'l bermagan. O'zidan oldingiga ham bermagan, chunki undan oldin mana biz tanigan vov kelyapti mana vov. Mana vov kelgani uchun o'zidan keyingiga qo'l bermaydi, shuning uchun za ham o'zidan oldingi vovga qo'l uzatmagan. Mana. Demak mana ro, mana biz tanigan ro mana o'tdik mana, qarang. Ro. Mana o'zidan oldingiga bog'langan, o'zidan keyingiga qo'l bermagan. Xo'p. Xo'p, yana qaysi? Mana ro, mana yana ro. O'tdik mana. Ro, qarang. Mana vov, mana. O'zidan oldingiga bog'langan, o'zidan keyingiga bog'langan. Mana vov, mana. O'zidan oldingiga bog'langan, o'zidan keyingiga bog'lanmagan. Xo'p, mana z yana bitta. Qarang. O'zidan oldingiga bog'langan, o'zidan keyingiga bog'lanmagan. Mana vov. O'zidan oldingiga bog'langan, o'zidan keyingiga bog'lanmagan. Mana yana vov. O'sha gap. Xo'p, mana d. Biz tepada mana z ni ko'rdik. Mana d. Xuddi shu. Dal harfimiz. Ha? Mana dal harfi. Xo'p, o'zidan oldingiga bog'langan, o'zidan keyingiga mana vovga bog'lanmagan. Vov mana o'zi alohida turibdi. Daldan qo'l olmagani uchun qo'l bermagan dalga, undan keyingi harfga ham qo'l uzatmagan. Undan keyin mana ro ketma-ket turibdi. Mana qarang, bu ham nima qilmagan? Ikkita tomonga ham qo'l bermagan. Undan keyin mana alif. Qarang, mashalloh. Xo'p. Mana yana vov. Demak, menimcha tushunarli-a? Xo'p, mana shu harflarni hammasini 6 ta harfda yaxshilab Qur'oni Karimdan ko'rasiz, mushafdan ko'rib, ko'zingizni pishiring. Ko'ring, ha, mana bu vov ekan, mana bu dal ekan, mana bu zal ekan, mana bu ro ekan deb turib o'rganib chiqasiz inshaalloh. Mana shularni hammasini qilib, demak, menga tashlanadigan, rasmga olib tashlanadigan vazifa, daftarga yozilgan vazifa. Birinchisi, uyga vazifani alohida nima qilay? Matn qilib ham yozib qo'yaman. Birinchi uyga vazifa, demak, mana shu 6 ta harfni 4 xil ko'rinishi bilan bir qatordan yozsanglar, shunda 24 qatorlik menga yozilgan narsa tashlaysizlar, rasm qilib. Bu birinchi vazifa. Ikkinchi vazifa, Qur'oni Karimdan Falaq surasidan o'rgangan harflarimiz bo'lsa, o'sha harflarni topib, belgilab, ya'ni mushafga belgilamanglar, bunaqa rasm qilib, shu rasmga belgilab menga yuborasiz. Keyin men boshqa ikkinchi darsimiz bo'lganda men boshqa bir Qur'onni o'rtalardan biror oyatni olib ko'rsatib, men o'sha har bitta odamni inshaalloh savol-javob qilaman. Shu ikkita vazifa. Va uchinchi vazifa ham bor ekan, uzr, alifboni yodlash. Alifboni yodlash. O'sha alif, ba, ta, sa qilib men tashlab qo'yaman, o'shani yodlash. Mana shu 3 ta vazifa uyga vazifa.
Xo'p, menimcha tushunarli bo'lsa, inshaalloh bugungi darsimizni to'xtatamiz. Subhanakallohumma hamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastag'firuka va natubu ilayk.